Statistika bo'yicha kunlik yodlayotgan yangi so'zlaringizni ertasi kuniyoq naqd 50% esingizdan chiqib ketadi. Bir haftadan keyin esa ularning naqd 90% miyangizdan shundoqqina yo'q bo'ladi. Va sizni bor yo'g'i esingizda qolgan so'zlarning hajmi 100 tadan 10 tagana to'g'ri kelar ekan. Mana shu statistikani qurboni balkim siz ham bo'lsangiz kerak. Bo'lmasa bekorga mana shu videoni ko'rmayotgan bo'lardingiz. 5 soat so'z yodlaysiz, 10 soat so'z yodlaysiz, xursandsiz, mana shuncha so'zni bilaman deb, lekin biroz muddat o'tgandan keyin qarasangiz, biror bittasi esingizda yo'q ekan. Balkim menga o'xshab bozorda bor bo'lishi mumkin bo'lgan hamma texnikalarni ishlatib bo'lgandirsiz. Mana bu kartochka usullari deysizmi yoki maktabda o'sha o'rgatilinadigan bizada transkripsiya bo'tta usuli deymizmi? Ya'ni shundoqqina sizga o'zbek tilida beradi, orasida transkripsiyasi bo'ladi, keyin inglizchasida bo'ladi va school maktab deb yodlab yurasiz. Yoki balkim kimdir sizga yozish orqali yodlashni o'rgatgandir. Daftarni olib 10-15 marta, 20 martalab shuni yozasiz. Tarjimalari bilan. Yoki balkim audio orqali shu paytgacha o'rganib ko'rgandirsiz. Eshitib esimda qolar ekan deb bunaqa kitoblar ham chiqib ketgan edi. Yoki balkim mana bu kitob ham sizga tanishdir. Hech qaysisini foydasi bo'lmagan. Chunki ularni birortasi men o'zimga ham deyarli foyda bermagan va bermaydi ham toki siz bitta narsani o'zgartirmagunizcha. Va buni siz hozirgi videomizni oxirigacha ko'rish orqali bilib olasiz. Faqatgina unga o'tishdan oldin sizdan bitta savolni so'rab o'tmoqchiman. Iltimos, vijdonan javob bering. Siz so'z yodlay olmaydigan o'quvchimisiz yoki so'z yodlamaydigan? So'z yodlay olmaydigan degani u YouTube'da qancha usullar bo'lsa hammasini qidirib ko'rib va eng muhimi 2-3 kun qilib tashab qo'yish emas, balkim ustida davomiy 3-4 haftalab shug'ullangan va o'shanda ham natija ololmagan, ya'ni esidan chiqarib yuborayotgan o'quvchi bo'lar ekan. O'sha holatda bo'lsangiz, men so'z yodlay olmaydiganman deb aytishga haqlisiz. Bizlarning ko'pchiligimiz qanaqamiz? 90% o'quvchilardan mana shu javobni eshitaman men. Bitta ustozidan borib so'raydi, 2-3 kun qilib ko'radi, ishlamadi. Endi magic yo'q deydi bu yoqda. Borib keyin boshqa ustozdan so'raydi, yana ustozdan so'raydi, yana ustozdan so'raydi. Menimcha hozir siz ko'rib turgan bir 10-20 inson bo'lib tursam kerak, qanaqa so'z yodlashni o'rgatayotgan. Baraka toping, o'zingiz so'z yodlamaydigan inson bo'lsangiz, meni hozir sizga maslahatim usulim foyda beradimi, bermaydi? U meni ham o'zingizni ham vaqtingizni isrofi bo'lar ekan. Shunaqa inson bo'lsangiz, lutfi videoni hozir yopib, o'zingizni boshqa ishlaringizni qilib turganingiz ma'qul ekan. Juda qo'pol o'xshatish bo'lsa ham, meni sizga hozir yordam bermoqchi bo'lganligim mana shu holatga o'xshaydi. Aka, yaxshi. Ahvolingizni qarang, nima bo'yotdingiz mahallada? Yoshlar yuradi, mana bu yerda kelinlar yuradi. Ukam daf bo'l. Bunda o'zgarmaysizmi? Bunda bola chaqa oilangiz ham bu yerda bo'lsa kerak. Nima bu? Qanaqa otasiz deydi buni? Shule. Afsus, u insonga hozir qancha gapirilsa ham foydasi yo'q, toki u insonni o'zi, ya'ni siz o'zgarishga tayyor bo'lmagunizcha. Agar mana shunga tayyor bo'ladigan bo'lsangiz, men hozir beradigan usulimni yaxshilab ishlayman ustoz bo'ldi, oxirigacha olib boraman demoqchi bo'lsangiz, kommentariyada tayyorman deb yozib qoldiring. Endi esa sekin darsni o'ziga o'tamiz. Keling, birinchi o'rinda fikrlashingizni tekshirib olamiz. Sizga hozir ikkita video ko'rsataman. Vazifangiz qaysi birida kattaroq ball beradigan so'zlar ishlatilganligini topish bo'ladi. Do you like to take photographs? Yes. I wouldn't say the photographs are good, but I do enjoy taking pictures. Yeah. Yes, I'm passionate about photography, although I cannot assert that my photos are of professional quality. I endeavor to capture the essence of reality through visual representation. Ikkinchi videoda ustoz deyotgan bo'lsangiz, shoshilmang. Mana shu sizni so'z yodlashdagi eng katta xatolaringizni boshlanishi bo'lar ekan. Birinchi videoni keling analizadan boshlaymiz. Shunday qaraydigan bo'lsangiz, menimcha birorta bitta bilmaydigan so'zingiz o'tdan chiqqan. Men ham shunaqa javob bera olmayman, deb aytishingiz mumkin, lekin aslida bu band 9 lik bizda javob bo'lgan ekan. Prosta YouTubening o'zidan men borib bitta qismini qirqib olgan edim. Qanaqasiga qiyin so'zlar ishlatilmagan-u deyishingiz mumkin. Ishlatilishi ham shart emas. Gap to'g'ri so'zlarni to'g'ri tabiiy holatida ishlata olishda.
bo'lar ekan. Mana bu yerda ham I wouldn't say deyapti, men aytmagan bo'lardim. Juda zo'r ibora. Photographs deb keyin picturesga o'zgartiryapti. Bu ham paraphrasingga kiradi. Keyin esa I do enjoy taking deyapti. Men juda ham yoqtiraman deb shu xohishini kuchliligini do qo'shimchasi bilan kursda berayotgan ekan. Uncha ishoning, o'quvchilarning o'zi ham shunaqa tabiiy yo'lda javob bera olmas ekan. Ular nima qiladi? Ikkinchi videodagi javob berishga intiladi, chunki u yerda vah, takoy ko'rinayotgan so'zlar ishlatilgan. Deeply passionate about, cannot assert, endeavor, ya'ni harakat qilish degani to capture the essence of reality through visual representation. IELTSda ham yoki juda ham ko'p boshqa imtihonlarda ham bu narsa qoralanadi. Chunki bu juda quloqqa ahmoqona eshitilinadi. Mana o'zbek tilida siz bitta tarjimasini eshitib ko'ring. Ha, men fotografiya san'atiga chuqur ehtiros bilan yondashaman. Garchi mening suratlarim yuqori darajada professional deb qat'iy da'vo qila olmasam-da, men vizual tasvir orqali reallik mohiyatini aks ettirishga intilaman. Baraka topkur, qaysi inson mana xuddi shunaqa javob beradi? Kimdir sizga o'zbekchada shunaqa desa, jinnimisan, sen boshiga bitta urib, misol uchun to'g'ri gapir deysiz. Imtihonda ham mana xuddi shunaqa bo'lar ekan. Shuning uchun ham iltimos, so'zlar birinchi o'rinda yodlayotganda to'g'ri so'zlarni tanlashni o'rganing yodlashga. YouTube'ga kirib 8 words for a band 9 deydigan searchlarni qidirmang. Chopish kerak unaqa videolarni, u sizni faqatgina minusingizga ishlar ekan. Bu faqatgina speakingni o'zida emas, balkim writingga ham taalluqli bo'ladi. Mana sizga oddiy misol, birinchi matnni ko'rishingiz mumkin va ikkinchi matnni ko'rishingiz mumkin. Shunda pauza qilib o'zingiz uchun o'qib oling, nima deb o'ylaysiz? Qaysi biri kattaroq balo beradi sizga keyinchalik? Birinchisi emas, ko'p yozilgan bo'lishi mumkin, lekin ikkinchisi bizga aniqroq, soddaroq ma'noni beryapti. Siz audio and visual games which are designed to be played on degandan ko'ra prosta computer based deb qo'ying, bo'ldi. Bu ekzamenerning kitobidan olingan bir mashq edi. Paulina Kolin xonimimiz aytayapti. Sizga keyinchalik testni tuzib beradigan inson bo'lar ekan. Menimcha bular bilan sizni hozir ishontira oldim degan umiddaman. Nimaga siz qiyin so'zlarni aslida yodlashingiz kerak emasligini yetib bilasiz. Samoqchimisiz, oddiyroq so'zlarni ham to'g'ri, tabiiy yo'lda ishlata olsangiz bo'ldi ekan. Xo'p ustoz, yodlashga arziydigan so'zlar bilan arzimaydigan so'zlarni men qanaqa farqlasam bo'ladi deb so'rayotgan bo'lsangiz, buni yo'li juda ham oson. ChatGPT. Matnni o'qiysiz yoki audioni eshitasizmi, 15-20 marta bilmaydigan so'zlaringizni hammasini yozib olasiz va undan keyin ekranda chiqib turgan prompt bilan ularni GPTning o'ziga kirgizar ekansiz. Sizga u 3 ta narsani qilib beradi. 1. Yodlashga arziydigan so'zlarni ketma-ketligini tuzib beradi. 2. Ularni levelingizga moslaydigan, ya'ni ba'zi bir so'zlar intermediate levelda bo'lsa yodlashingizga arziydi. Agar elementary bo'lsangiz, ular umuman arzimaydi, kutib turganligingiz ma'qul bo'lar ekan. Va 3-inchisi, umuman o'zi yodlashga arzimaydigan so'zlarni, ya'ni terminlarni ham u ko'rsatib berar ekan. Demak, vaqtimizni isrof qilmaslikni menimcha o'rgandik. Bitta narsa esingizda tursin, siz har doim so'z yodlashingizdan oldin bu so'zni o'zi yodlasam arziydimi yoki yo'qmi deydigan o'zingizga savolni bering ekan. Chunki bilib qo'ying, 5 ta noto'g'ri so'zni yodlashga ketkazgan vaqtingiz 5 ta to'g'ri so'zni yodlashga ketkazishingiz mumkin bo'lgan vaqt bizda hisoblanar ekan. Mana endi nihoyat so'zlarni qanaqa o'zi yodlash kerakligi to'g'risida gaplashamiz. Qani ketdi. Kartochka usuli. Juda ham qulay, zo'r. Shaxsan o'zim paytida shundan juda ham ko'p so'z yodlaydim. Avtobusda bo'lasizmi, metroda bo'lasizmi, hamma joyda so'zlaringiz tayyor sizda turadi. Lekin bunda bitta muammo bor. Siz so'zlarni faqat tarjimasini yodlayotgansiz. Ya'ni ular passive vocabulary kirib ketadi. Listening, readingda ko'rsangiz tarjimasini bilasiz, lekin ishlatib olish kelganda bu usul yordam bermas ekan. Shuning uchun men unga 5 dan 3,5 qo'yaman. Eng rasvo metod maktab metodi, ya'ni wordless tuzish. Bilasiz, bu yoqqa so'zni o'zi, o'rtasiga transkripsiyasi va oxirida tarjimasi bo'lar ekan. Bu usulda yodlashning eng katta minus tarafi, siz so'zlarni o'zini tarjimasini yodlashdan ko'ra ularni ketma-ketligini yodlaysiz. Ya'ni katta yoshlikdan keyin ajoyib so'zi keladi, ajoyibdan keyin qo'l keladi, qo'ldan keyin bank keladi. Qachonki mana shu ketma-ketligini aralashtirib sizdan tarjimasini so'rasa, esingizdan ham chiqib ketadi. 5 dan 2 qo'ygan bo'lardim. Audio orqali yodlash usuli, ya'ni inglizcha, o'zbekcha tarjimalarini qayta eshitaverar ekansiz. Ba'zi bir shunaqa kitoblar ham chiqib ketgan.
Bu xuddi chaqaloqlardek o'rganish bo'ladi, ya'ni birinchi eshitib, keyin tilla chiqarish bo'lar ekan. Так что juda ham yaxshi usul, lekin o'ta zerikarli. Ne praktichniy. Shuning uchun ham 5 dan 3,5 bergan bo'lardim. Yozish orqali yodlash. Ya'ni so'z esingizda qolmaguncha 20, 30, 40 marotaba qayta yozaverar ekansiz. Qo'shimcha endi gap tuzib yozadigan bo'lsangiz, bu nur ustiga nur bo'ladi. Lekin muhimi shundaki, bu juda ham ko'p vaqt oladi va asosan spelling o'zini o'rgatadi. So'zni qanaqa muhitda ishlatish kerakligini emas. Shuning uchun ham 5 dan 2,5 qo'ygan bo'lardim. Mnemonika. Shaxsan o'zim bu usuldan foydalanib ko'rmaganman. Lekin shu paytgacha minglab o'quvchini o'qitgan bo'lsak, birorta bitta o'quvchim ustoz men mnemonika orqali gaplashishni o'rgandim, so'zlarni ishlata olishni o'rgandim deganini ham ko'rmagan ekanman. Balkim passiv lug'at uchun foydasi bordir. Ya'ni so'zlarni ko'rganda taniysiz, lekin uni ishlata olish uchun emas. Keling bunga reyting qo'ymay qolamiz. Mana shu hamma usullarni o'zini alohida minuslari bo'lishiga qaramasdan, ularni asosiy bitta jihat bog'lab turgan ekan va aynan shu jihat ular nimaga uncha ishlamasligini belgilab beradi. Bu xuddi suzishni kitob orqali o'rganishga o'xshaydi. Siz buni 10-20 marotaba konspekt qilib, har bitta narsasini yozib olib, miyangizda qo'l harakatlarini tasavvur qilmaysizmi? Foydasi yo'q. Toki amaliyotda suvni o'ziga sho'ng'ib ko'rmagunizgacha. Mana biror bitta so'zni siz yodlab va eng muhimini esda qoldirib amaliyotda qo'llay olishingiz uchun sizni o'rtancha holatda 7 marotaba har xil holatda uchratishingiz kerak bo'lar ekan. Boyiga aytgan hamma usullarimdagi muammo shundaki, ular faqatgina bir marotaba sizni so'zdan uchratadi. O'sha kartochka bo'lsa, siz bitta holatda, ya'ni qog'ozni o'zida o'sha so'zni ko'rasiz bo'ldi. Siz uni amaliyotda qo'llay olishingiz uchun u so'z bilan siz yashay olishingiz kerak bo'lar ekan. Mana insonning 5 ta hissi bo'ladi-ku, ko'rish, eshitish, hidni bilish, ushlash va hokazo. Mana shularni hammasini o'sha yodlayotgan so'zingizga bog'lashingiz kerak. Ya'ni oddiy qilib aytganda, suvga siz qanaqa sho'ng'usangiz, ingliz tilini o'ziga ham sho'ng'ib ketishingiz bo'lar ekan. Bu ingliz tilida immersion deb ataladi. Oddiy qilib aytganda, o'zingizning atrofingizda Amerikani yarata olish bo'lar ekan. Biror bitta siz so'zlarni yodlab olsizmi, make sure qiling, siz har kuni podkastlarni inglizchada eshitishingizni. Hozirning o'zida mana telefoningizni ochingizda hamma o'zbekcha muzikalarni o'chirib tashlang, hamma o'zbekcha kinolarni o'chirib tashlang. YouTubening o'ziga kirganingizda faqatgina inglizcha gapiradigan kontentlarni o'ziga obuna bo'ling ekan. Siz mana kitob o'qib olsizmi, hamma o'zbekchasini, ruschasini yo'qotib tashlang. O'zingizning levelingizga moslab turib inglizchalarini oling va maksimal darajada kim ingliz tilini bilsa, ular bilan inglizcha suhbat qurishga siz harakat qiling ekan. Mana xuddi shunaqa o'zingizga kerak bo'lsa, shtraf qo'yib oling. Men o'zim mana shunaqa narsa qilardim. Bitta agar men o'zbekcha so'zni ishlatib qo'yadigan bo'lsam, bo'ldi, senga obed olib beraman. Bo'ldi, faqat inglizcha gaplashardik. O'zingizga jurnal tuting, inglizcha yozing. Buni maqsadi nima? Faqatgina tilni o'zini o'rganish emas, balkim siz biror bitta yangi so'zni o'rgangan bo'lsangiz, o'shani keyinchalik yo kitob o'qiyotganingizda, yo podkast eshitayotganingizda, yo kimlardir gaplashayotganingizda eshitib qolishingiz, ko'rib qolishingiz bo'lar ekan. To 7 marotaba mana shunaqa bog'liqlik bo'lmas ekan, u so'zlarni siz qo'llay olmas ekansiz. Mana shunaqa oddiy haqiqatni sizga hozir gapirib o'tyapman. Til bilan yashash deganda oddiy bir misolni keltiradigan bo'lsam, sharf so'zini yodlamoqchi bo'lsam, kitobdan tashqariga chiqamiz va uni hayotga ko'chiramiz. Mana misol uchun men hozir sharf taqib turaman, o'zim yozib aytaman, scarf, I am wearing a scarf deb eslatib turaman. Nima qilaman? Ertasi kuni ham sovuq bo'ladi, ertasi kuni ham sharf kiyaman, o'zim, I am wearing a scarf deb yana bir bor eslatib qo'yaman. Keyin do'stim bilan ko'rishdim, inglizcha bo'tdi misol uchun gaplashyapmiz. Keyin men unga aytaman, I learned a new word. Men yangi so'z yodladim. Scarf deb unga eslatib qo'yaman. Va kim biladi, balkim o'qiyotgan kitobimning o'zida yana bitta shu so'z kelib qolar ekan. Mana xuddi shu. Bitta hozir atrofingizni o'ziga qaraydigan bo'lsangiz, mana hozir xonada o'tiribsiz-ku, atrofingizga qarang. Bir bilmaydigan 20 ta 30 ta minimum buyumingiz, kichkina detallaringiz yoki rozetka degan yoki mana bu yoqda parda degan yoki pardani bu yerda ushab turadigan, misol uchun nima deydi o'g'ana, temirimiz bor, o'zbek tilida hattoki bilmas ekanman, o'shalar chiqib keladi. O'shalarni yodlashdan boshlang, chunki ularni hayotingizga bog'liqligi bor. Ya'ni birinchi o'rinda so'zni yodlashning qoidasi uni hayotingizga bog'liq qilish kerak bo'lar ekan. Bu asosiy qoidasi edi. Biz lekin bitta boshqa zo'r so'z yodlash usulimiz ham bor ekan. Sizga uni hozir bitta sevgi hikoyamni orqali ko'rsatib bermoqchiman. Qani ketdi. Hech sizda shunaqa sevgi bo'lganmi? Beg'uborgina. Yoshligidagi sevgi bo'ladi, eslab turib, kulib qo'yasiz faqatgina. Boshqa hech nima qilolmaysiz. Prosta o'zi uchun yoqtirgansiz. Sizga hozir mana shu sevgi tarixini gapirib bermoqchiman. Tanishing, bu N. Bizning asosiy qahramonimiz. 5-sinfda o'qib yuribmiz. Hali yoshmiz,
Hayotda undan birini ham ko'rmaganmiz. Soddamiz. Bir kuni endi sinfda o'tiribmiz, gaplashib, mana qarasa bitta qiz, yangi qiz kirib kelib qoldi. Uncha odam e'tibor bermadi. Keyin qarasam, o'rtog'im Ruslan oldimda o'tiribdi, qarab turibdi. Ha, Rusiya tinchlikmi deyapman. Jim turibdi. Ha, Rusiya nima bo'ldi deyapman. Nimadir bo'lgan ekanmi qizga desam, go'zalligini qaradi deyapti. Yoqtirib qoldingmi deyapman. Bitta qarashdami deyapman. Bu bir qarashdagi sevgi edi. Inglizchada nima bo'lardi shu? Biladiganlar e'tiboringlar. Love bilan boshlanadi. Love at first sight. Diqqat bilan eshiting. Love at first sight. Qaniysiz qaytaringchi endi? Good job. Endi xursand bo'lib bitta menga aytib bering. Tasavvur qiling, bitta qarashda siz yoqtirib qoldingiz. Bu hayotingiz sevgisida. She's my love at first sight. Endi xafa bo'lib aytib bering. Nasib qilmagan ekan bu sevgi sizga. Bir marta ko'rdingiz, na iloj birga bo'la olmaysiz. Love at first sight, ha? Yozilishi mana. So, it was Ruslan's love at first sight. Bir kun o'tdi, 2 kun o'tdi, 3 kun o'tdi. Hech nima xatti-harakat bola qila olmadi. Endi uyatchandek bola. Uyaladi endi. Yoqtirib qolgandan keyin bilasiz, beg'uborda-yu. Keyin bir kun men oldimga kelyapti. Shoha deyapti. Ha, domla. Qaraman, hozir qara olmayapman de. I'm shy deyapti. Sen qarab bera olaysan, domla. Nima qilay desam, shunda sen qarab turgin. Menga qaragan payt men bundoq turib aytib qo'yasan, men o'zim bilib olaman deyapti. Ha, mayli domla. Endi men qaroqman, oddiy qiz ekan domla. Bir kun qarab o'tiribman. Keyin Rusiya domla. Qara domla. Xursand bo'lib ketdi. Keyin ikkinchi kunning oxiri Rusiya domla desam, necha marta qaradi deyapti. 7 marta bugun qaradi domla. Endi bola xursand, masalan, 3-kunning o'zida Rusiya domla deyapti. Men yoqtirib qoldim. I think I fell for her. Kimnidir yoqtirib qolish, to love bu yoqtirish degani, yoqtirib qolish esa to fall for someone. Qani bitta ayting? To fall for someone. Xursand bo'lib ketding. Men uni yoqtirib qoldim. I fell for her. Bu yiqilib tushish emas. Bu yoqtirib qolish. So, I fell for her. Surprising, yes? Endi ikkalamiz bir-birimizga qarab o'tiramiz bolalar. Bu ham shokda, men ham shokda. Endi nima qilamiz deb turibmiz. Bizda 3-og'ayni bor-ku. Rasul chaqiramiz. Rasul deymiz. Deyapti. Qara. Yoqtirib qoldik ikkalamiz. Sen shundan bitta qarab turgin-da. Bitta bizga qarasa aytasan. Biz endi u ham kulib qo'yapti. Ha, mayli. Oldimizga o'tkazib olganmiz. Buni qarab turibdi. Shoxa deyapti. Qaradi deyapti. Yes, xursandmiz. Keyin Rusiya deyapti. Qarayapti. Yes, xursandmiz. Endi u qaraganda ham biz qarab qo'yardi-da. And then she would smile. Bizga smile qilib qo'yardi. Endi biz ham xursandmiz-da. Ikkalamizni yoqtirar ekan deb endi. Keyin 3-kuni kelyapti u ham. Rasul, shoxa deyapti. I fell for her. Men uni yoqtirib qoldim deyapti. It's not love at first sight. Bitta qarashda yoqtirmayapti, but he fell for her. Now, 3 of us are in love. Uchalamiz ham yoqtiramiz. Keyin 4-og'aynimiz bor. Abbos deyapmiz. Shundan sen qarab turgin, qaysi birimizga qarasa bitta deb bizga aytasan deyapti. Endi jinni misali deyapti. Yo'q, bu yoqqa kelgin, sen qilgin deb bu muhim narsa. Meni yoqtiradimi? Rasul yoqtiradimi? Ruslanni yoqtiradimi deymiz. Ha, mayli deyapti, o'tirib endi ham qarayapti. 1 kun etdi, 2 kun etdi, bir bunga qaragan, bir bunga qaragan. Bir anaqa qilishiga. Keyin 4-kuni kelyapti oldimizga. Bolalar deyapti, I fell for her. Men uni yoqtirib qo'ydim deyapti. Tasavvur qilasizmi? O'sha paytda o'zini endi 4 ta bolalar o'tiramiz. Men endi qarayman. Menga shunday qarayapti. Smile qilib turadigan paytda birdaniga she's doing the opposite. Shuni qarab turib, ensasini qotirib, deb qarab qo'yapti, ko'zlarini chetga oladi-yu qizlar. Nima deylardi shu inglizchada? Biladiganlar bormi? F bilan boshlanadigan zo'r strukturamiz. To frown at someone. Down so'zi bor, o'shanga o'xshaydi. To frown, down. To frown at someone. Qaytaring. Endi bitta ensangizni qotirib menga shuni qilib bering. To frown at someone. So, she frowned at me. Now she's frowning at Rasul, she's frowning at Ruslan, she's frowning at Abbos, she's frowning at everyone. Now we're surprised. Qaravamiz, ana qo'yamiz, endi bir ikkita harakatlar ko'rdik, boshqa narsa ko'rdik. Qarasak hech nima o'xshamayapti endi.
Bunga ham, buni ham yoqtirmayapmiz. Shu bilan yil oxirigacha ham borib qolibdi. Qarasang, maktab tugatyapti, 25-may. Endi bolalar umidini o'sib bo'ldi. Bitta men endi oxirgi umidlarim bilan qolganman. To'xtayapman. Mana shu 25-may yoki hozir yoki hech qachon never men hozir borib sevgimni izhor qilaman. Bo'l endi, davay deyapti. Sho'xa, sen buni eplizani yelkalarimga urib, bu yoqda davay deyapti. Endi ketyapti. O'rtog'imiz bor, o'ta bor edi, yana ikkita qiz ketishyapti emas-ki, orqasidan ketyapman. 120 metrcha qoldi. Qarasam, yuragim urilashga boshladi. Hamma atrof muhit jim, everything is silent. I only hear the sound of my heart. Va u ham durlab ketyapti. Nima deyilardi shu? My heart is bo'lib ketsa. Poyga so'zidan olingan racing. To race degani poyga. My heart is racing. I am nervous. Har xil xayolga keldi. O'zi borsam nima bo'ladi, nima deyman, to'xtaman misol uchun yoqtirishim yetib qolsam, u ham mana shu sani ham yoqtiraman deydi-yu. Biz oila quramiz deb qursam, miyamni bo'ladi-yu, xabarlardan tasavvur tashlaysiz. 10 metrcha vaqt qoldi. Sekin qarasam, oyoqlarim qimillab yotibdi. Endi my heart is racing now even faster. Menam tezroq urib tashlayapti-da. Oxiri I stopped. And I said, and indiyskiy muzika totdi. Tere bina deb turib, u yamaga qarab turib, sho'xa deb aytmadi-yu. Arul deb shunaqa deb qoldim. Konkretni gapiraman dedim, gapira olmay qoldim. I mumbled. So'zlarini shunday ayta olmay qolish, duduqlanib qolish, to mumble deyilar ekan. Qani bitta ayting? Mumbled. Duduqlanib bitta aytib bering. Mumbled. So I mumbled. Menga qarab turibdi. She's looking at me. She's not smiling. She's starting to frown. Mana bunday qilishni boshlayapti. Va oxiri jur'at qilib aytdim. And men seni yaxshi ko'raman. There is a pause. I am looking at her. She's frowning at me. Bu dedi. Tabriklayman. Orqasiga o'girilib ketdi. She turned me down. Ya'ni u menga rad javobini berdi. She turned me down. Qaytaramiz. Endi menga ham xabar bo'lib bering. Turn someone down. Turn someone down. Rad javobini bermoq. This is how, guys, my love story ended. Sizlar hozir hikoyada bir nechta so'zlarni ko'rib chiqdik. Ko'rgan bo'lsangiz, maksimal storytelling orqali holatga moslab turib mana shu narsani sizga biroz bo'lsa-da o'rgatib ketishga harakat qildim. Endi keling bitta kichkina small exercise, bitta kichkina vazifa qilamiz. Rostdan ham so'zlarni esda qoldiribsizmi yoki yo'qmi ekan? Shunda men bitta qaradim. Bitta qarashdagi bizda sevgi nima bo'lardi? Bir eslab o'ringlar. Love nima? Good job. Love at first sight. Men endi gapiraman deyapman. Endi gapiraman deyotganda deb gapira olmay qoldim. Bu nima deyilardi? Madan boshlanadi. To mumble. Good job. Bir kun qaradim, buncha yoqtirmaganman. Ikkinchi kun qaradim, buncha yoqtirmadim. Lekin shunda uchinchi kuni qarasam chiroyli ko'rinib ketyapti. Men uni yoqtirib qoldim. Nima deyilardi bu? Yiqilishga yaqin. To fall for someone. Good job. Bir kuni menga qarasam kulib turardi. Har doim kursam kulayverib turibdi. Lekin bir kun qarasam, ensasini qotiryapti. Down so'ziga yaqin. Shu talaffuzda. Unda men nima qotdi? Good job. To frown at someone. Va oxiri menga rad javobini berdi. Rad javobini berdi. Nima edi bu? To turn someone down. Va oxirgisi yuragim poyga o'ynayapti shundoqqina. Bu qanaqa yurak deyilardi? My heart is racing. Sal bo'lsa ham esingizda qoldimi? Agar sal bo'lsa ham esingizda qolgan bo'lsa, demak maqsadimizga erisha oldik. Ya'ni hozirga qilgan ishimizni bu hikoya orqali emotsiyalarimizni, so'zni yodlashga
qo'shish bo'ldi ekan. Demak, siz so'z yodlamoqchimisiz? Maksimal darajada mana shu qoidani eslab qoling. Siz uni o'zingizning hayotingizga birlashtirib, o'zingizning hissiyotlaringizni qo'sha olishingiz kerak bo'lar. Mana bitta любой so'z yodlab olasiz. Mana misol uchun shunaqa so'zlar kelib qoladigan bo'lsa, o'zingizni o'tmishdagi hikoyangizni eslang, o'rtog'ingizning hikoyasini eslang. Sizga bir qanaqadir ham yoki xafa qiladigan yoki xursand qiladigan yoki umid beradigan yoki prosta o'ylantirib qo'yadigan biror bitta hikoyani yoki gapni aynan mana shu yodlayotgan so'zingizga siz bog'lay olishingiz kerak bo'lar ekan. Demak, 5-10 ta so'z yodlamoqchimisiz? Mana shu narsani o'ziga terib oling va shunaqa hikoyani tuzishga, mayli uni hikoya bo'lmagan bo'lsa ham shuni yaratishga harakat qiling ekan. Chunki odamning miyasi mana shunaqa yorqin tasvirlar yoki xotiralar yoki emotsiyalar bilan so'zlarni, yangi narsalarni eslab qolishga moyil ekan. Mana shu so'z yodlashning eng asosiy qoidalaridan bittasi bo'ladi. Va bu yoqda sizda savol tug'ilishi mumkin. Xo'p, ustoz, men endi qayerdan shu so'zlarni, manbalarini, to'g'ri ketma-ketliklarini olsam bo'ladi? Men o'zimda shunaqa bir vizualizatsiyam yetmasa, shunaqa tayyor manba bormi deydigan bo'lsangiz, mana biza bormiz. Keling, Vision Online ingliz tili maktabimizga o'zimiz sizga mana yodlattirmasdan so'zlarni yodlattirgan bo'lsam, mana xuddi shunaqa sistemada o'rgatib berar ekanmiz. Biz buni ustida oxiriga 8 oydan beri ishlab kelamiz. 270 dan ortiq serial formatidagi video darsliklarni olib kelgan ekanmiz. Ya'ni ularni siz ko'rganingizdan keyin bo'ladi-yu, bitta ko'rasiz, u ham qiziq ekan deysiz. Keyin voqealar rivoji dalsha nima bo'lar ekan deysiz. Hamma o'zingiz bilmagan holda hozirdagi bir 4, 5, 6 ta so'zni o'zini yodlab qo'yar ekansiz va u video darslarning o'zida o'zingiz ham qatnashadigan bo'lasiz. Mana hozir sizni qatnashtirdim-ku, bunaqamida. Xuddi shu narsalar sizni kutib turadi va qo'shimchasiga o'sha so'zlarni qanaqa ishlatilganligi, alohida mashqlardagi vazifalari, tarjimalari hokazo unga ham alohida biz darsliklarni sizga yozib chiqamiz. Bu taraflama ham sizda umuman qolib ketayotgan joyi va eng muhimi, so'zlar keyinchalik esda qolishi uchun va davomiy bo'lishi uchun siz uni praktika qilishingiz kerak. Uni siz gaplashmasangiz, uni siz eshitayotganingizda misol uchun shu narsani bir xayolingizga keltirmasangiz, ularning foydasi yo'q. Qanaqa zo'r emotsiya bilan bog'lamang, u baribir 2-3 kundan keyin esdan chiqib ketadi. Biz shuning uchun ham sizga live darslarni o'zini ham qo'yib beramiz. U yoqda siz kichkina guruhda ustoz bilan shuni birgalikda ishlatib, praktikasini ustida ishlaydigan bo'lar ekansiz. Oddiy qilib aytganda, mana ingliz tilini o'rganish deganda o'tirib olib, hozir 50 ta so'z yodlashim kerak, buni qilishim kerak, bu grammatikani o'rganishim kerak emas. Ya'ni zavq bilan o'zingiz mazza qilib, kuniga bir ajratsangiz o'rtacha 2 soat vaqt ajratarsiz. Mana shu bilan o'rganadigan bo'lar ekansiz. Hech qanaqa 6-7 soat vaqt, o'zingni qiyna, o'zingni majburla deydigan bizada gaplar bo'lmas ekan va eng muhimi, biz sizga tayyor tizimli o'qishni beramiz. Mana shu paytgacha o'sha 10 talab, 15 talab so'z yodlash bo'yicha video ko'rganligingiz, qanaqa ingliz tilini o'rgansam bo'ladi deb kursdan kursga borganligingiz nimaga unaqa? Chunki asosan nazorat bo'lmaydi. Balkim o'zingizni eslayotgandirsiz. 2-3 marta qilasiz, bo'ldi deb sizni urishib qo'yishadi. Keyin 1-2 marta qilmaysiz, tekshirib qo'yasiz. Endi hozir gapirarmikan? Qarasangiz gapirmaydi ham. Ha, deysiz, keyin siz ham 1 oy, 2 oy bu yerda borasiz, qarasangiz tekshirmayapti, farqi yo'q ekan deb tashlab yuborasiz. Yo'q. Biz sizga siz xohlayotgan nazoratni o'zimiz berar ekanmiz. So'zlarni yodlayapsizmi yoki yo'qmi? Mashqlarni bajaryapsizmi yoki yo'qmi? Darsni o'ziga live qatnashyapsizmi yo'qmi? Kerakli darajada o'zimizni jarimalarimiz bo'ladi. Kerak bo'lsa uydagilaringizga o'ziga telefon qilib, kerak bo'lsa guruhdan chetlashtiramiz ham mumkin bo'ladi. Lekin zo'r o'qib qo'yadigan bo'lsangiz, biz sizga tayyor sovg'alarni o'zini ham olib qo'ygan ekanmiz. Keling, o'zimizga keling, to'liqligicha hozir aytgan hamma sistema bo'yicha o'rgatib berar ekanmiz. Shundoqqina qo'lingizdan ushlab, oxirigacha o'zimiz olib qo'yamiz. Prosta siz ozgina mehnatiga va xohishni bu yerda ko'rsata olishga tayyor bo'lsangiz bo'ldi ekan. Aynan hozir o'zida mana shundoqqina biz havolani mana YouTube videosini pastiga tayyorlab qo'yganmiz. O'shatni o'ziga o'tib, siz shundoqqina telefon raqamingizni qoldiradigan bo'lsangiz va sizga sotuv menejerlarimiz qolgan hamma ma'lumotlarni raqam bergandan keyin hamma sizga ma'qul keladigan bo'lsa, sizni mana shuncha tushunishingiz uchun bonus kutibdi. Bu hozir aytib o'tgan hamma o'sha ingliz tilidagi o'rgatadigan narsalarimizdan tashqari qo'shimcha bu bonuslar bo'lar ekan. Mana shuni olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mana shu hamma bonuslarni o'zi bu 5000 so'mdan oshiq turar ekan. Bir nechtasini sizga misol qilib ko'rsatadigan bo'lsam, 3000 ta eng ko'p ishlatilinadigan so'zlar to'planmasi. Bu oddiy to'plam emas, balkim boya sizga aytib o'tgan hikoyam orqali
o'rgatilgan bir yig'indisi ekan. Mana shuni hammasini isbining chet elga chiqib, любой joyda, любой odam bilan gaplashib ketadigan bo'lasiz. Va eng glavniysi, ko'pchilikning o'sha muammosi bu disiplina bilan. Disiplinasi yo'q, bir kun o'qiydi, keyin tashlab qo'yadi. Mana shunga nasib ancha-muncha sizga yetishga yordam beradigan biz tayyor kursni ham qilib chiqamiz. Bu yoqda bir nechta o'zini sohasida muvaffaqiyatga erishgan insonlar qanaqa qilib o'sha to'g'ri kun tartibini qilish kerak, qanaqa to'g'ri o'zi o'qish kerak, o'qish haqidagi o'qish kursida bu. Mana shu narsani siz olar ekansiz. Keyin o'sha to'g'ri talaffuzingizni joyiga qo'yish bo'lar ekan. Hali menimcha talaffuz haqida biror bitta joyda ko'rmadim. Hamma so'zlarni biladi, boshqa narsa biladi, lekin bitta og'zini ochib gapiradi-yu, xunuk eshitiladi. Mazza qilib eshitmaysiz. Mana mazza qilib eshitadigan, siz mahalliy aholidagi native speakerlardagi gapira oladigan mana tayyor qo'llanma, tayyor darsliklar mana shuning ichida bo'lar ekan. Va eng glavniysi o'sha speakingdagi qo'rquv. Bilaman, hammasini xos so'zlarini bilsangiz ham, boshqa narsa qilsangiz ham ravon bo'lib gapira olmaysiz. Xato qilib qo'ysamchi, mana bu yerda noto'g'ri gapirsamchi, o'rtasida deb cho'zilib qolasiz. Mana shunga yechim bo'ladigan sizga bonus bo'lar ekan. Bunda speakingdan o'sha 9 olgan, IELTSdan tushunishingiz uchun 9 olgan insonlar kelib sizga tayyor darsliklarni yozib qo'ygan bo'ladi. Endi eplab qo'ygan insonlardan dars olasiz demoqchiman-da. Mayli nimani, qolganlarini bu yerda etib, yoritib o'tirayman. Bitta meni ham yoritib beradigan bo'lsam, bu tayyor sizni IELTSga shundoqqina o'tkazib qo'yadigan fundament, foundation kursi bo'lar ekan. Mana shuni ham qo'shimcha bonus qilib olishingiz mumkin ekan. Seferga tayyorlanyapsizmi, IELTSga tayyorlanyapsizmi? Bu siz o'tish kerak emas. Hali bunaqa narsa qayerdan chiqqanligini bilmayman. Prosta ko'rib o'zingiz wow doradigan darajada bo'lasiz. Buni bemalol sizga ayta olar ekanman. Всё. Qolganlari o'zi bonuslarimiz yana shunchasi nima haqidaligini bilish uchun va ko'proq ma'lumot olish uchun shundoq videoni tagida biz havola qoldirganmiz. O'shanga o'tib ro'yxatdan shunday o'tib olsangiz, menejerlarimiz o'zingizga qayta aloqaga chiqib, qolgan hamma savollaringizga javob berib, to'liq ma'lumotni berib o'tishadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, men juda ham xursandman. Обязательно mana shu ham o'rgatgandan keyin amaliyotni ertadan yoki hoziroq qo'llashni boshlang. Iltimos, bu keyingi video bo'lmasin, yana siz ko'rib, mana bunaqa ekan deb chiqib ketib yana bitta video ko'radigan. Iltimos, hozirdan o'zidan shularni qo'llashni boshlang ekan. Shunda bir-birimizning vaqtimiz manfaatli o'tgan bo'ladi. Обязательно Vision Schoolga obuna bo'lib qo'yamiz. Foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariyada olov bo'ldi deb yozib qoldiring va keyingi videolarimizni kutib qoling. Ciao for now.